Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilar, aziz hojilarimiz, sizlarga qisqagina video qilaman, inshaalloh manfaatli bo'lishi uchun. Bu ihrom, xalq tilida ihrom deyiladi. O'zi asli buni yuqori qismida, past qismi izor deyiladi. Buni kiyish tartibini inshaalloh aeroportga borganda men o'zim to'liq holatda sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu ihrom o'zi asli hozir bunday qilib aytganda tirikligimizda kiyganimizda bu libos ihrom bo'ladi. Inson o'lgandan keyin bu kafanlik bo'ladi. Shu uchun bu ihromga kirishdan oldin albatta eng asosiy qilinadigan narsa bu toza holatda bo'lish kerak. Uyda chiqayotgan holatingizda yaxshilab yuvinib, g'usl qilgan holatda chiqasiz. Bismillah deb aeroportga boramiz. Aeroportga borgandan keyin Allohim nasib qilgan bo'lsa Kuveytga uchamiz. Kuveytda ustimizni almashtirib, ihromlarga kirib, niyatlarni qilib, labbayk Allohimda aytib, Allohning uyiga mehmonga Jidda shahriga uchamiz. Jiddadan keyin inshaalloh Allohim nasib qilgan bo'lsa Makkaga boramiz. Shu sababdan iltimos qilib qolardim, uydan chiqayotganinglarda chiroyli holatda niyatlarni qilib, yuvinib chiqasizlar. Ihromga Kuveytda kiramiz inshaalloh. Sababi Kuveytda ham sharoitlar bor, lekin vaqtimiz kam bo'ladi. Shu sababdan iloji boricha uyda tozalanib chiqsanglar, qalban niyat qilib, qalban tozalanib, toza holatda chiqsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Allohim nasib qilgan bo'lsa aeroportda ko'rishamiz. Aeroportda ko'rishganimizda men bu ihromning shartlari qanaqa, ihrom qanaqa qilib kiyiladi, to'liq holatda sizlarga ma'lumot beraman. Albatta yangi borayotgan insonlarda bu masalada ozgina bo'lsa ham tushunchalari kam bo'ladi, qanaqa qilib kiyishda, ihrom masalalarida. Shu sababdan biz boramiz, sizlarga to'liq holatda yordam beramiz. Qandaydir savolinglar bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi inshaalloh. Alohida iltimosimiz shu uydan chiqayotganda chiroyli holatda niyat qilib, tozalanib chiqasizlar. Ahlan va sahlan.